Agar yurist bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu 6 ta sifat sizda bo'lishi shart. Oxirgisi eng asosiysi. Birinchisi, vaziyatga sovuqqonlik bilan yondashish hamda bosimga chidamlilik. Qarorlar, bahs-mojarolar hamda vaqt yetishmasligi sizni sindirmasligi kerak. Ikkinchisi, doimiy o'qish va izlanish. Qonunlar yangilanadi, amaliyot o'zgaradi. Shu sababli kecha bilganingiz bugun yetarli emasdek tuyuladi. Yurist o'qishni to'xtatsa, rivoj ham to'xtaydi. Uchinchisi, o'z pozitsiyasida qat'iy tura olish. Yurist doimo bahs hamda munozaralarda o'z pozitsiyasini himoya qilishi, dalillar bilan gapirishi va fikrini oxirigacha yetkazib berishi zarur. To'rtinchisi, mas'uliyatli bo'lish. Yurist qilgan har bir xato inson taqdiriga ta'sir qiladi. Bu oddiy hujjat emas, bu javobgarlik. Mas'uliyatsiz yuristga ishonib bo'lmaydi. Beshinchisi, mantiqiy va tez fikrlash. Yuristda doimo vaqt chegaralangan bo'ladi va mana shu vaqt davomida katta hajmdagi hujjatlar bilan ishlashi va tezroq xulosa chiqarishi lozim. Eng oxirgisi halollik va vijdon. Qonunni bilish yetarli emas, uni vijdon bilan qo'llashni bilish muhim. Halollik bo'lmasa, obro' bo'lmaydi. Obro'siz yurist esa uzoqqa bormaydi. Sizchi, mana shu ro'yxatga yana qaysi sifatlarni qo'shgan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring.